Barchaga xayrli tong yoki xayrli kun, balki xayrli kechdir. Nima bo'lgan taqdirda ham hammaga assalomu alaykum. Hammalaringni bugungi yangiliklar videosida ko'rib turganimdan xursandman. Demak, bolalar, biz bugungi videoda nimalarni ko'rib o'tamiz? Biz bugungi videoda kelasi yangilanishda qanday sirli kollaboratsiya bo'lishini, qachon yangi ko'ylakli jackpot kelishini, qachon animatsiya kelishini, qisqasi qachon qanday jackpotlar kelishini aniq chiqish sanalari bilan ko'rib o'tamiz va shunga o'xshash yangiliklarni ham. Demak, videoni boshlashdan oldin albatta sizdan so'raladigan narsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish va kommentariyaga videoni oxirigacha ko'rib bo'lgandan keyin video haqidagi fikringizni yoki video davomida agar sizga qandaydir savollar tug'ilgan bo'lsa, o'sha savolingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Men harakat qilamanki, hammaga javob beraman. Agarda siz like va obunani bosib qo'yib tayyor bo'lsangiz, biz bugungi videoni boshladik. Sizga ham ishonchli, tezkor, arzon almos kerak bo'lsa, Telegramdan murojaat qilsangiz bo'ladi. Kechagina 8-avgust sanasida yangi hamkorlik boshlanganini siz sezgan bo'lsangiz kerak va bu hamkorlik bo'lishini men yangilanishdan oldin aytgandim va mana bunaqa treylerni ham sizlarga ko'rsatgandim. Bu hamkorlik Free Fire va AAA hamkorligi bo'ladi va siz bu hamkorlikda bepul ryuzak oldingiz, bepul parafal uchun skin oldingiz va endi 11-avgust sanasida bepul profil uchun rasmlar ham olasiz. Bu hamkorlikda biz bepul olishimiz mumkin bo'lgan 3-narsa aynan mana shu va ana endi yana qanday bepul narsa olishimiz mumkinligi hozircha noma'lum, lekin albatta ma'lum bo'lishi bilan birinchilardan bo'lib o'zimning Telegram kanalimda aytib o'taman. Agarda Telegram kanalimda yo'q bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. U Telegram kanalim silkasi opisaniyada yoki belgilangan kommentariyada bo'ladi. Endi esa albatta Magichskiy kub mavzusini gaplashamiz bolalar. Qachon biz tekinga Magichskiy kub olishimiz mumkin? Albatta bu narsa ma'lum emas, chunki agarda ma'lum bo'lganda men buni albatta shorts videolar orqali sizlarga birinchilardan bo'lib yetkazgan bo'lardim. Demak, endi biz tarixga yuzlanamiz, ya'ni oldinlari biz qachon bepul Magichskiy kub olganmiz? Birinchisi bu 9 yillik eventda, chunki esinglarda bo'lsa biz yaqinda ham bepul Magichskiy kubni 9 yillik eventda oldik. Xo'p, ikkinchisi esa odatda Ramazon oyida keladigan eventda bo'ladi va hattoki yangi yilda keladigan eventda ham biz bepul Magichskiy kub olmaganmiz. Faqatgina Ramazon oyida keladigan eventda va 9 yillik eventda bepul Magichskiy kub olamiz. Boshqa vaqt esa umuman olmaganmiz va balki bu yil garantiya umid qilamizki, istisno qilib boshqa eventlarda ham bepul Magichskiy kub berib qolar. Va agarda beradigan bo'lsa, birinchilardan bo'lib siz aynan shu kanal orqali bilib olishingiz mumkin. Endi esa keyingi savol, old peak qaytadimi? Bu narsa yana Instagramni bosib ketdi. Men oldin ham aytganman va yana aytaman, hali Garena tarafidan old peak qaytadi degan gap umuman chiqqani yo'q va siz ekraningizda ko'rib turgan mana bu banner AI da yasalgan, hech qanaqasiga old peak qaytadi degan rasmiy ma'lumot yo'q va agarda qaytadigan bo'lsa ham birinchilardan bu men sizlarga aytgan bo'lardim. Obunachilarning savoliga javob beramiz va keyingi savol, Kingfire yolg'onchimi? Men o'tgan videolarimdan birida aytgandimki, endi kompyuterda o'ynaydiganlar Grandmaster bo'lib topga kira olmaydi degandim. Lekin hozir agarda biz topga kirib tekshiradigan bo'lsak, hali ham PKshniklar topda turibdi. Bu nima uchun bunday bo'ldi deb sizlar menga so'raydigan bo'lsanglar, bu aytgan yangi qoidam faqat Hindiston regioni uchun rioya qilyapti va agarda balki bizning regionga ham bu qoidalar joriy qilinishi mumkin. Lekin hozircha bu qoidalar faqat Hindiston regioni uchun. Bizning regionda PKshniklar topga kira olsa, Hindiston regionida PKshniklar topga kira olmaydi. Bu reyting qoidalari bizning regionga ham amal qilishini siz xohlagan bo'larmidingiz? Albatta fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Biz esa keyingi mavzuga o'tamiz. Keyingi mavzuyimiz kelasi yangilanishdagi sirli kollaboratsiya qaysi? Aslida kollaboratsiya emas, kollaboratsiyalar desak to'g'ri bo'ladi, chunki bizga ikkita kollaboratsiya ma'lum. Birinchisi Free Fire va Dragon Ball animesi bilan hamkorlik, ikkinchisi esa Free Fire Ben 10 hamkorligi. Free Fire va Ben 10 hamkorligi mavzusini birinchi gapiramiz, chunki bu hamkorlik bo'lish haqida 2 yoki 1,5 yil oldin aytilgan edi, lekin o'shandan keyin umuman xabar chiqmagan edi. Yaqindagina esa mana bunaqa Kellin rasmi paydo bo'ldi va biz buni ko'rgandan keyin sirada tushunishimiz mumkinki, bu Ben 10 bilan hamkorlik qilinishiga balki ishora bo'lishi mumkin, lekin qachon hamkorlik qilinishi haqida xabar yo'q. Keyingi sirli hamkorlik esa Free Fire va Dragon Ball kollaboratsiyasi dedim.
Bu kollaboratsiya bo'lishi haqida mana bunaqa ko'rinishdagi bannerlar tarqagan va bu kollaboratsiya kelasi yangilanishda bo'lishi ehtimoli ko'proq, ya'ni Naruto va Narutodan keyin Dragon Ball bilan hamkorlik qilinishi mumkin. Endi biz Naruto kollaboratsiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, Free Fire va Naruto kollaboratsiyasi уже 3-marta bo'lyapti va 3-qismida birinchi qismdagi naborlar qaytishi mumkin. Nega men bunday deyotganimni esa hozir isbotlab beraman. Demak, biz rasmiy treylerni tahlil qilamiz va unda birinchi qismdagi mana bu 9 dumli tulki ko'rsatilgan. Undan keyin birinchi qismdagi Narutoning shaxsan o'zi ko'rsatilgan va birinchi qismdagi mana bunaqa qurol uchun skinlar ko'rsatilgan. Demak, birinchi qismdagi narsalar 3-qismda qaytishi mumkin va mana bunaqa ko'rinishdagi yangi Hinata nabori o'yinga qo'shiladi. Albatta sizlar uchun kommentariya ochiq, ya'ni 3-qismda birinchi qismdagi narsalar qaytishi bu yaxshimi yoki yomon? O'zingizni fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring va albatta biz hozir videoni o'rtaroqqa kelib qolganimiz uchun sizlarga yana bir marta eslatib qo'ymoqchiman, chunki sizlar yangiliklarni eshitgandan keyin xursandliklarning esinglardan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'ydilaringmi jigarlar? Sizning obunangiz biz uchun muhim. Balki orangizda o'ylashi mumkin, mana bitta obuna bilan nima bo'ladi bu deb o'ylashlaringiz mumkin, lekin sizni bir dona obunangiz va bir dona like bossangiz va sizga o'xshagan 100 ta odam obuna bilan like bossa, bizning kanalimiz ancha rivojlanadi. Shuning uchun siz like bilan obunani bosib qo'ying jigar, biz esa davom etamiz. Keyingi mavzuyimiz bu Garena so'rovnoma o'tkazmoqda va biz o'sha so'rovnomaga hammamiz bir bo'lib javob beramiz. Rasmiy saytda mana bunaqa ko'rinishdagi skin ko'rsatilgan, lekin bu qanday orujaligi aytilmagan. Meni fikrimcha bu Magetta uchun skin bo'lsa kerak. Keyingisida mana bunaqa ko'rinishdagi перезарядка qilayotgandagi animatsiya ko'rsatilgan, ya'ni bu hali MP5 uchun skin Free Fire ga qo'shilmagan, lekin Free Fire ga allaqachon qo'shilgan. Mana bunaqa ko'rinishdagi Drabash uchun skinda ham animatsiyasi bor ekan, ya'ni prosta bunaqa silab qo'ysa перезарядка qilar ekan. Meni fikrimcha bu prikolniy animatsiya bo'ladi. Keyingi yangilanish esa mana bunaqa Free Fire'dagi любой bir nabor yutib olsangiz, mana shunaqa sochini yoki naborda rangini o'zgartirish mumkin bo'lishi mumkin. Endi agar ko'pchilik shu narsa qo'shilishiga rozi bo'lsa, haqiqatan ham siz olgan naboringizni bemalol sochlarini yoki любой bir joyini rangini o'zgartirishlaringiz mumkin. Keyingisi esa qo'lni atrofidagi mana bunaqa animatsiya. Bilmadim bu nima uchun, lekin meni fikrimcha qandaydir bir kollaboratsiya uchun bo'lsa kerak. Keyingisi esa mana bunaqa animatsiya, ya'ni bunda qo'lda avlum ushlagan holda tirsagi bilan zarba beryapti. Bilmadim bu qanday bo'ladi, lekin nima uchun kerak, buni men tushunmadim. Keyingisi esa Free Fire'da allaqachon mavjud bo'lgan pritsel ko'rsatilgan. Keyingisi esa MP5 da o'tgan payt, ya'ni bu MP5 uchun skin hozir Free Fire'da bor va o'tgan payt mana bunaqa savzichalar o'tilaymish. Bu animatsiya ham yaxshi, lekin foydali animatsiya. Foydali bo'lmasa ham chiroyli animatsiya. Yana kommentariya siz uchun ochiq. Hozir ko'rsatgan narsalardan qaysi biri Free Fire ga qo'shilishini xohlardingiz? Albatta o'zingizning fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Hammangizning fikringizni men bittalab o'qib chiqaman. Keyingi yangilikni aytishimdan oldin siz bu videoni bloger bo'lmoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying, chunki endi blogerlar galochka ola olmaydi. Free Fire'da galochka olish uchun zaявка tashlaydigan mana bu saytga kiramiz va zaявка yuborishni bosamiz. Bu yerda esa yozib qo'yibdi: zaявка yuborish yakunlangan, endi siz unga kira olmaysiz deb yozgan. Endi bu degani qanchadir muddat content makerlar, ya'ni blogerlar umuman galochka ola olmaydi va qachondir agar shu sayt ochilsa, bizga o'xshagan blogerlar galochka olish uchun zaявка yuborishi mumkin bo'ladi. Agar o'ramizda content yaratishga qiziqadiganlar bo'lsa, mayli ruhiyatinglarni tushirmanglar, qachondir albatta bu sayt ham ochiladi. Biz esa keyingi yangilikka o'tamiz, ya'ni 1-sentyabr sanasida KB rating sezoni yangilanadi va unda qanday nabor berilishini, qanday tors berilishini ko'rsataman. 1-sentyabr sanasida KB rating sezoni yangilanadi va unda mana shunaqa ko'rinishdagi tors olishimiz mumkin. Tors xuddi oppoq vodolaskaga o'xshaydi, unda faqatgina mana bunaqa kichkinagina masterda belgichasi bor, qolgan joyi esa chotki menga yoqdi, lekin albatta o'zlaringizning fikrlaringni kommentariyaga yozib qoldirishlaring mumkin. Sezon yangilangandan keyin albatta Boyaq Propos ham yangilanadi va endi biz Boyaq Proposni obzor qilamiz. Albatta men gapirmay turaman, o'zlarining bemalol maza qilib obzor qilib chiqishlari mumkin. Say
obzorimiz yakunlandi. Endi esa siz bemalol kommentariyaga kirib, bu bo'yoq propusni 1 dan 10 gacha baholab ketishingiz mumkin. Biz keyingi yangilikka o'tamiz va keyingi yangilik qonli oy eventi qachon boshlanadi, qachon biz bepul narsalar olamiz va bepul narsalar qanday bo'ladi. Biz bu yangilikni ham boshlaymiz va agarda siz hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib like bosib qo'ying. Qonli oy eventi 21 dan 23 avgust oralig'ida boshlanishi kutilyapti va u eventning mana bunaqa ko'rinishdagi logosi bor. Va u eventda mana bunaqa jenskiy naborda bepulga olishingiz mumkin. Jenskiy naborda ko'rib turganlaringdek normalniy, agarda mujskiy bo'lganda albatta yaxshi bo'lardi, lekin jenskiysi ham yomon emas. Va bu yangilanishda bepul mana bunaqa sumka uchun skinni olishimiz mumkin. Sumka uchun skin bilmadim, men baholamayman, chunki menda sumkalar ko'rinmas. Men sizlarga shuni ayta olamanki, qonli oy eventida juda zo'r topoviy jekpotlar keladi va biz hozir ularni obzor qilib, chiqish sanalari bilan ko'rib o'tamiz. 10 avgustdan asta mana bunaqa emotsiyali jekpot keladi. U emotsiya juda topoviy, chunki unda personaj shunday kamarda yetib tepaga ko'targanda, uni tepasida sizning nickingiz paydo bo'ladi. Shuning uchun ham bu emotsiya menga juda yoqdi, lekin albatta o'zingizning fikringizni kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. 21 avgustda mana bu legendarniy animatsiya keladi bolalar. Ko'pchilik menimcha kutyapti bu animatsiyani. 23 avgustdan asta esa eng topoviy jekpot bizni kutyapti va hamma donaterlar almazlarni yig'ib qo'yishlari kerak. Chunki bu jekpotda zombi samuray nabori bo'ladi, qonli oy naborining eskilari bo'ladi va yangi qonli oy naborining oppoq ko'rinishi ham aynan shu jekpotda bo'ladi. Albatta agarda siz donater bo'lsangiz, bu jekpotda aylantirishingiz kerak. 25 avgustdan asta mana bunaqa emotsiyali jekpot keladi va unda mana bunaqa qonli oy naborining legendarniy emotsiyasi bo'ladi. Yonidagi emotsiyalar esa aynan shular bo'ladimi, yo'qmi aniq ma'lumot bera olmayman, lekin bu emotsiyalar bo'lishi ham mumkin. 29 avgustdan asta esa Magetta uchun mana shunaqa ko'rinishdagi topoviy skinli jekpot keladi. Ko'rib turganlaringdek bu skin topoviy va agarda donater bo'lsangiz, buni ham tushirib olganingiz ma'qul. Endi esa biz hali chiqish sanasi ma'lum bo'lmagan, lekin tez kunda chiqadigan jekpotlarni ko'rib o'tamiz. Birinchisi qonli oy eventida mana shunaqa ko'rinishdagi ot uchun skin keladi va unda ko'rishimiz mumkinki, bu skinda o'zining kuchi bor, ya'ni agarda siz bu skinni qo'yib olsangiz, sizda otingiz yana ham tezkor yuguradi va bu skinda dizayni ham juda chiroyli qilib ishlanibdi. Hali chiqish sanasi ma'lum bo'lmagan ikkinchi jekpot esa mana shunaqa ko'lakli jekpot bo'ladi. Unda mana shunaqa ikkita ko'lak bor. Qaysi biri sizga yoqsa, tanlab bemalol tushirib olishingiz mumkin. Albatta bu jekpotning chiqish sanasi ma'lum bo'lishi bilan birinchilardan bo'lib Telegram kanalimda aytaman. Shuning uchun agarda Telegram kanalimga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bosib qo'ying. Men esa aynan shu paytda bugungi Free Fire yangiliklari videosini yakunlayman. Albatta sizga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying va videoni eng yaqin Free Fire tanishlaringizga yuborib qo'yinglar. Ular ham Free Fire haqidagi topoviy yangiliklarni o'tkazib yubormasin. Albatta videoda qandaydir xatolik ko'rgan bo'lsangiz, buni kommentariyaga yozib qoldiring. Buni kelasi videolarda takrorlamaslikka harakat qilaman. Siz King Fire kanalida bo'ldingiz. Barchangizga sog'lik va omonlik tilagan holda bugungi videoni yakunlaymiz.